Barislar aka, puliga arziydimi akamiz? Stok variantda ozgina yurgan benzinda yurgan Nexia 2 olibdilar, gibrid. Ko'rishlaring mumkin. Yillari ham 16 ekan. Xullas, stok variantda 5,5 ming dollarga olibdilar. Hozirgi momentda qanday baho berasizlar? Xulosa mana yurishlari ham ko'rsatib beramiz. Stok variantda yurishlari ham chiroyli. 82.244 kilometr yurgan, masofani bosib o'tgan mashina ekan. Stok variantda turibdi, lekin hamma joyi prostoy, konditsionersiz. Oddiy biron nimalar o'rnatilmagan, faqat mejigar o'rnatilgan ekan. Oddiy pul tushgan. Hamma joylari zo'r. Endi gaz pas o'rnatilmagan. Holat o'ta ideal. Balonlari ham turibdi. Puliga arziydimi yo'qmi? Kommentariyada fikrlarini qoldiringlar. Qolamiz.